Santosdagi o'sha skills videolari, ko'cha futbolining hidini olib kirgan o'sha bola, Barselonadagi aql bovar qilmas ishlari, pasajga shov-shuvli transferi, raqibni sharmandayu sharmisor qiladigan fintlari, jilmayib beradigan paslari. Neymar da Silva da Santos Junior 2026-yilda u futboldan ketishi mumkin. Kalemim aynı tatta, keyifsizim yanan bir coğrafyanın yağmalanmış kültür. Buni futbolchining o'zi shaxsan ma'lum qildi. Dekabr oyi yaqinlashsa, men futboldan ketishim mumkin. Futbolda ko'p lahzalarim qolmadi dedi. U hayotimizga g'aroyib soch turmaklari, raqibni yerga qaratadigan fintlari va 2011-yilda Pushkash mukofotini olgan goli bilan kirib kelgan edi. Bu gol esa shunchaki oddiy gol emas edi. Bu katta futbol olamiga men keldim deya aytilgan hayqiriq edi. Qaysi klubga o'tadi deya hamma qiziqib turganida 88 million yevro evaziga Barselona formasini kiydi. Messi, Suarez bilan birgalikda MCN triosining bir bo'lagiga aylandi. Paris Saint-Germain uchun esa hanuzgacha yangilanmagan rekord sohibi 222 million yevrolik transfer amalga oshirildi. Ba'zilar fikricha, u aynan PSJda o'zining eng shirali davrini qoldirgan. Al-Hiloldagi qimmatga tushgan pushaymondan so'ng og'ir ahvoldagi Santosga qaytdi. Qoch bog'lamlari uzildi, maydonda jarohat bilan chiqib ketdi. Shunga qaramay, so'nggi 3 o'yinda u 4 ta gol va bitta assist qayd etdi. Jamoasini quyi ligaga tushib ketish zonasidan qutqarib qoldi. Endi u 34 yoshda. Oldinda esa jahon chempionati bor. Fenomeno Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Pele, Kaka emas. Braziliya tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi bu aynan tochsiz qurol Neymardir. Bosh murabbiy Ancelotti faqat formadagi futbolchilarni istashi aniq. Ammo kim biladi deysiz, Neymar uchun bu mundial so'nggi tomosha, so'nggi raqs va so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin. Uni jahon chempionatida kutib qolamiz.